Diqqat bilan tomosha qiling. Bu olmaxon hayotidagi eng xavfli lahzani boshidan o'tkazmoqda. U tor daraxt kovagi ichida birinchi marta ko'zi yorimoqda. U o'z bolalarini dunyoga keltirish uchun qulay joy topishga urinib, tinmay holatini o'zgartirmoqda. Ammo to'satdan inning tashqarisida harakat paydo bo'ldi. Ona olmaxon darhol hushyor tortdi va nima bo'layotganini tekshirish uchun ehtiyotkorlik bilan mo'raladi. Shuni tushunish kerakki, tug'ruq paytida hayvonlar juda himoyasiz bo'lishadi. Agar yirtqich ularni aynan shu lahzada payqab qolsa, oqibati fojiali bo'lishi mumkin. Vaqtga ko'ra yaqin atrofda hech qanday xavf yo'q. Bir necha bor tekshirgandan so'ng u nihoyat kovakka qaytdi. Uning taranglashgan asablari asta-sekin bo'shashdi va tug'ish uchun joylashib oldi. Qornidagi bolalari tinmay qimirlamoqda. Kuchli og'riqdan uning nafasi tezlashib, yuzaki bo'lib qoldi. U o'zini o'nglab qolish uchun boshini teshikdan tashqariga chiqardi. Qisqa urinishdan so'ng birinchi olmaxon bolasi ko'rindi. Ona bor kuchini to'plab, uni dunyoga keltirish bilan birinchi vazifasiga kirishdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar juda nozik bo'ladi, shuning uchun ularni tezda quritish va issiq tutish zarur. Birinchi tug'ruqdan keyin ona olmaxon ancha xotirjam va vazmin bo'lib qoldi. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi bolalar birin-ketin dunyoga keldi. Shundan keyingina u nihoyat yengil nafas oldi. Hech kimning yordamisiz u yosh urg'ochidan tajribali onaga aylanish jarayonini muvaffaqiyatli yakunladi.